Assalomu alaykum. Mana biz hozir 2025-yil 19-oktyabr Amir Temur xiyobonida. Mana shunday avtobuslar bor ekan. Mana shunday avtobuslarga bizning chiqish niyatimiz bor. Mana shu Gostinitsa O'zbekiston mehmonxonasi tegida ekan. Bu avtobuslarni yurishi. Mana bugungi Toshkentimiz bo'ylab sayr qilishimiz davom etyapti. Kechagina biz Toshkentning eski shahar hududida edik. Endi biz Toshkentning markaziy yangi hududlaridan birida aylanamiz. Juda ham chiroyli, mana ko'ryapsizlarmi? Bu yerda Amir Temur xiyoboni ilgari skver deyiladi. Mana bu yerda bu Amir Temur muzeyi. Juda ham ajoyib havo, juda ham chiroyli Toshkentimiz shahri, kuz fasli o'ziga yarasha juda ham bir ajoyib manzarani beryapti. Va bizni albatta mana bu yerda Golok degan joy bor ekan. Bu eng ko'hna bufetlardan biri. Mana shu yerda Simplata tabaki, ya'ni jo'ja tabakasini tayyorlaydigan joy. Orqa tomonda esa Toshkent yuridik instituti bo'lardi bir paytlar. Mana juda ham chiroyli, ko'ryapsizlarmi? Mana mashinalar juda ham ko'p. Ajoyib xiyobon. Toshkentim onam. Mana kelyapmiz.